yil mobaynida mana shunaqa zulmni ko'rib yashaydilar, haqqa da'vat qilib yurdilar. Va shunda oxiri Alloh subhanahu va taolo ularning sherigi bo'lgan, ishonchli vakillari bo'lgan, Siddiq nomini olgan kim bo'ladi? Abu Bakr. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odamlarni, butun insoniyatni iymonini mana shu tarozini bir pallasiga, Abu Bakrni iymonini tarozini bir pallasiga qo'yilsa, Abu Bakrning iymoni ularnikidan-da og'ir bosadi dedi. Shunaqa darajada Allohga bo'lgan ishonch, shunaqa darajadagi Allohga bo'lgan iymon. Iymonning o'zi ma'nosi aslida ishonch degan. Ishonch kuchliligidan ularga Siddiq, Sodiq degan maqom berilgan. Bizning tilda laqab deyiladi. Siddiq nom berilgan.